O'rtoqlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Esinglarda bo'lsa, men sizlarga logistikaga ishga kirishi 5 ta qadamni sanab o'tgan edim va ikkinchi qadami bu intervyu edi. Bugun ushbu videoda intervyudan qanaqa qilib o'tish haqida to'liq ma'lumot beraman. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Avvalambor siz albatta savollarga tayyor bo'lishingiz kerak. Xo'p, intervyu jarayonida siz haqingizda ko'pincha savol berishadi. Albatta bu narsa ingliz tilida bo'ladi. Ko'pincha 7 xil savollar beriladi. Ushbu savollarni to'liq ro'yxati men Telegramga joylab boraman. Shu savollarga siz tayyor bo'lib borsangiz, albatta intervyudan muvaffaqiyatli o'tasiz. Bu birinchi qilish kerak bo'lgan narsa. Ikkinchisi bu maniera hisoblanadi. Bu degani siz intervyuda qanaqa o'zingizni tutyapsiz. Ko'p bolalar uyaladi, ko'zlarini sakratib, o'ngga, chapga qilib hayajonlanadi. Albatta bu narsa sizni o'zingizni to'liq potensialingizni ochib berishga xalaqit qiladi. Ingliz tili zo'r bolalar ham bor edi. 6,5 IELTS dan 7 bo'lgan bolalar shu intervyudan o'ta olmagan. Chunki so'raganimda sababini ownerlar aytgan, bu bola o'ziga ishonch yo'q ekan, qanaqadir gaplarida ishonch yo'q, hayajonlanyapti deb aytishgan va shu narsa tufayli intervyudan yiqilishgan. Shu narsa sizda bo'lmasligi uchun javoblaringizni lo'nda qilib, to'g'ri javob berishga harakat qiling va albatta intervyu otgan odam bilan eye contactni maintain qiling. Ya'ni ko'zingizni o'ngga chapga qilib sakratib yurmang. Shu ko'ziga qarab to'g'ri javob bering. Shunda siz haqingizda yaxshi taassurot paydo bo'ladi. Uchinchisi aynan experience'im yo'q deydigan bolalar uchun life hack bo'ladi. Qanaqa qilib experience'siz ham logistikaga ishga kirishingiz mumkin. Albatta siz intervyu jarayonida logistikaga oid bilim ko'nikmalaringizni iloji boricha ko'proq ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni sizdan savol berishadi, nimaga logistikada ishlamoqchisan, nimaga logistika senga qiziq deb o'shanda siz ayting, misol uchun men night shift menga ko'proq to'g'ri keladi, day shift menga ko'proq to'g'ri keladi. Men ko'proq shu brokerlar bilan extensionda gaplashishga qiziqaman deb yoki nimalarni o'rganding desa, dashbordda update berishlarni o'rgandim, ETA'larni olishni o'rgandim, logbooklarni to'g'ri hisoblashni o'rgandim deb iloji boricha logistikaga oid terminlarni ko'proq ishlatsangiz, bu bola novichok emas ekan, ya'ni havaskor emas ekan, demak har qayerda logistikaga ozmi ko'pmi bilimi bor ekan deb siz haqingizda yaxshi taassurot paydo bo'ladi. Yana bitta hamma qilishi mumkin bo'lgan narsani aytib ketaman. Bu dress code bilan vaqtida kelish. Xo'p, vaqtida kelmaydigan bolalar bormi? Albatta bor. Intervyuga shuncha men owner bilan telefon gaplashib, meni zo'r shogirdlarim bor, daychi ko'ringlar deb jo'nataman. Lekin nima qilishadi shu bolalar? Ba'zida yarim soatlab ham kech keladi. Owner menga bu yerda telefon qilyapti. Baxtiyor, qani siz aytgan shogirdlar deb. Tasavvur qiling nima bo'ladi? Logistika bu juda ham time sensitive ish, ya'ni hamma narsa minutigacha plan qilinadigan ishda, siz birinchi intervyuni o'ziga kech kelyapsiz. Albatta bu odam intervyudan o'ta olmaydi. Gapim to'g'ri bo'lsa, bitta plus qoldirib ketinglar. Xo'p, undan tashqari dress code. Dress code bu ya'ni kiyinish odobi. Intervyuga ba'zi bir bolalar, men tajribamdan gapiraman har doim, o'rtoqlar, 2 yil HR da ishlaganman. Va HR da ishlagan paytim ko'rganman, bolalar kerak bo'lsa shorti maykalarda ham kelishgan paytligi bo'lgan. O'shaning uchun shu gaplarni aytib ketaman. Formalniy kostyum shimlarda kelishingiz shart emas. Shu odamlar bilan uchrashganda, misol uchun intervyuga kiyiladigan oddiy futbolka ham bo'laveradi, plain t-shirt, hech qanaqa yozuvlarsiz, oddiyroq bo'lsa ham yaxshi. Kostyum shimni ham misol uchun anaqa galstuklar bilan, tuflilar bilan kelishingiz shart emas. Just formal, casual clotheslarni o'zi yetadi. Casual bo'lib ketish shart emas. Tapchkalar, shortilarda kelgan bolalar ham bo'lgan. Shu narsani qilmang. Nimaga unaqa deyapman? Bu bolalar endi ishga kiryaptimi, sal jiddiyroq qarashish kerak edi. Ishga siz yopishayotganingizni ko'rsatsangizgina, ownerlar siz haqingizda yaxshi taassurotga ega bo'ladi. Har qayerda bu bolaga ish kerak ekan, ya'ni jiddiy qabul qilyapti bu ishni deb sizni intervyudan o'tkazib yuborishligi mumkin. Endi sizlarga shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun bitta bonus berib ketaman. Men Telegram kanalimda intervyuni boshidan oxirigacha olingan videosi bor. O'zimning shogirdim Muhammad Ali muvaffaqiyatli intervyudan o'tganlar. 7 minutdan ozgina ko'proq shu videoni silkasini tashab ketaman. Telegramga o'tib, albatta ko'ring. Bunday intervyu hech qaysi bir ijtimoiy sahifalarda topa olmaysiz. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, o'rtoqlar.